Chilonzorda 2 xona g'ishtli dom qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor tumani 9-kvartalda joylashgan 2 xona 2/6 balkonlik Euro ta'mirdan chiqqan uyimizni bugun birgalikda ko'rib chiqamiz. Ushbu ko'rib turganlaringiz uyimizni mehmonxonasi, o'zini yumshoq mebel va ajoyib dekorlari bilan, bu yerda katta televizor ko'rib turganlaringdek, bu yerda esa oshxona qismi joylashgan. Uyimizda oshxona qismimizda o'rniga o'tirib ovqatlanish uchun stol stullar va oshxonamizni esa balkon qismiga ko'chirgan. Boya aytib o'tganimdek, balkonimiz 2/6 balkonni bu yerda yarmini oshxona qilgan uyimiz egalari. Bu yerda esa balkonimizning qolgan ikkinchi qismiga esa bolalar xonasi qilib qo'yilgan. Ko'rib turganlaringdek, barcha kerakli mebel va jihozlar bilan ta'mirlangan. Sifat bilan, did bilan ta'mirlangan shu uyimiz. Bu yerda ota-onalar yotoqxonasi. Uyimizning umumiy maydoni 52 metr kvadratdan iborat. 5 qavatli binoning 3-qavatida joylashgan ushbu uyimiz. Ko'rib turganlaringdek, glan eshikdan kirib kelish, stroyni shkaflari, kodlik qulflari va sanuzeli bilan birgalikda. Uyimiz g'ishtli dom bo'lganligi sababli sanuzilimiz birgalikda joylashgan bo'ladi. Ushbu uyni mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Chilonzor 9-kvartal Rudining orqasi. Ushbu uyimizda videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda egalari 83.500 AQSh narxlashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.